Assalamu alaikum hürmetli televizyon köküçüler. Uyghur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünüzden karşılamız. Aldı bilen haberlerimizden mühim mezmunlarını tanıştırmaz. Ankara'da Şarkı Türkistanlık Ziyaliler Cemiyeti kuruldu. Prezident Erdoğan Xitay reisi Xi Jinping bilen görüştü. Germaniyada Uyghur erkinlik lonkasını talışış futbol müsabakası ötküzüldü. Şarkı Türkistan'daki sayahat baylık mol rayonlarının hava yolu köpeytildi. Uygurlarda piçak medeniyeti. Tövendeki Xitaylar haberlerimizden tepsili mezmunları olsun. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkara Münasebetler Fakültesi okutuvchisi Profesör Doktor Abdurreşit Celil Qarluq, Mustaqillik tədqiqatçı Doktor Mehmet Emin Ala ve İlahiyatshunos Abdurrahman Jamal Kashgari qatorliqlarning boshlamchiligida Turkiyaning Ankara shahrida Sharq Turkistonlik ziyolilar jamiyati qurildi. Dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan, kasb utuq qozongan Sharq Turkistonlik ziyolilardan 9 kishining kuch chiqarish natijasida qurilgan mazkur jamiyat Turkiya Cumhuriyatining jamiyatlar qonuni bo'yicha rasmiy shaklda tizimga qoldirilgan va qisqa muddatda qurilish rasmiyatlarini tamomlab maqsadlarga uyg'un faoliyatni boshladi. Egallanishicha mazkur jamiyat muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik ziyolilarni to'plash, har qaysi davlatlarda yashaydigan ziyolilar orasidagi hamkorlikni oshirish, bilim insonlarini Sharq Turkiston va Xitoy tadqiqotiga rag'batlantirish, bu temalarda turli ilmiy va akademik tadqiqotlar bilan shug'ullanish, har xil ilmiy muhokama yig'inlarini, simpoziumlarni tartiblash, bo'lib Xitoy ishg'olchilar tomonidan rahimsizlarcha yo'q qilinayotgan Sharq Turkistonliklarning milliy kulturining qo'g'dilishi va hayotining davom etishi uchun tirishchilik ko'rsatish, Turkiston tibobati va yemak-ichmak kulturi qatorliq moddiy kultur meroslarining tunishtirilishi va o'zlashtirilishi uchun iqtisodiy kirim hosil qiladigan muassasalarni qurish, Turkiyada va dunyoning boshqa joylarida yashayotgan Sharq Turkistonliklar orasida kultur birligining hosil qilinishi uchun zarur bo'lgan har turli faoliyatlarni qanot yaydirib moslashtirishga tirishish, shundaqla bu sohada izlanayotgan kishilarga yordamda bo'lish uchun qurilgan ekan. Sharq Turkistonlik ziyolilar jamiyati Sharq Turkistonlik ziyolilarga fanni yoki dinni ziyoli deb shart qo'ymaydigan bir jamiyat bo'lib, a'zo bo'lg'uvchilarning akademik unvonining doktor yoki uningdan yuqori unvonda bo'lishini talab qiladi ekan. 15-iyun Tojikistonning Dushanbe shahrida Prezident Erdo'g'an Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishib, o'zaro fikr almashtirgan. Prezident Erdo'g'an Xi Jinpingning fikrini quvvatlaydiganligini bildirib, Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat beradiganligini, ikki davlatning yuqori qatlamliqlar aloqasini quyuqlashtirib, iqtisod, savdo, pul muomala, o'l aslaha qurilish qatorliq keng sohalardagi hamkorlikni kengaytirishni xohlaydiganligini, bir balvoq bir yo'l tashabbusi Turkiyaga nisbatan nihoyat muhimligini, shundaqla teng qurish hamkorligiga faol qatnashishni xohlaydiganligini bildirgan. Xi Jinping bo'lsa ikki davlat munosabatiga yuksak ahamiyat beradiganligini, birlikda ikki tarafning do'stligini ikki davlat orasidagi ishonchga aylantirib, Turkiya bilan strategik hamkorlik munosabatida o'zliksiz yangi sahifa etishga turtki bo'lishni, navbatdagi vaziyatda ikki taraf bir-birining yadroliq manfaati va zo'r ko'ngil bildigan ishlarda bir-birini qat'iy qo'llab, terrorlikqa qarshi turish sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish kerakligini, Turkiya an'anaviy Ipak yo'li bo'yidagi davlat bo'lib, Turkiya bilan birlikda bir balvoq bir yo'l ramkasidagi o'zaro foyda yetkazish hamkorligini kuchaytirishni xohlaydiganligini, Xitoy bilan Turkiya 20 davlat guruhining muhim a'zolari bo'lish bilan ikki taraf 20 davlat guruhi qatorliq ko'p tarafli sohalardagi almashtirish, moslashishni kuchaytirish kerakligini bildirgan. Germaniyada Uyg'ur erkinlik lonkasi talish musobaqasi o'tkazildi. 15-iyun Germaniyaning Myunxen shahrida Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Uyg'ur erkinlik lonkasi talish futbol musobaqasi boshlandi. Musobaqa Uyg'ur milliy kiyimlarini kiyib paraddan o'tish va Sharq Turkiston davlat marshi o'rindash bilan boshlanib, Belgiya, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiya, Norvegiya qatorliq Yevropaning har qaysi davlatlaridan kelgan 6 Uyg'ur komandasi musobaqaga qatnashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimi paraddan o'tishga qatnashdi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim muhim so'z qilib, mazkur musobaqaning mukofot sommasini e'lon qilib, futbol musobaqasining ahamiyati to'g'risida to'xtalib, yoshlarimizni o'zaro tanishtirish, inoq ittifoqlik va mehr-muhabbatni texmi cho'nqirlashtirish kerakligini ta'kidladi. Xitoy Xalqaro Uyg'urcha kanalining 14-iyun Beyjingdan bergan telegrammasi Altay Qanas Ko'kto'qay aylanma uchish liniyasida tunji uchishni ijro qiladigan aeroplanlar Altay aerodromiga qo'ngan. Sharq Turkistonning shimoliy qismiga joylashgan Altay viloyati Xitoy mamlakati bo'yicha 6 cho'ng o'rmon rayonining biri bo'lib, bu rayonning sayohat boyligi nihoyat mo'l bo'lib, uzundan beri safar uzun, sayohat qisqa bo'lishdagi masalaning ta'siriga uchrab kelgan. Yaqinda Altay, Qanas, Ko'kto'qay aylanma avasiya liniyasi rasmiy ochildi. Shu joydagi davlatlik 5 darajalik 3 manzil rayonining qatnash vaqti zo'r darajada qisqarib, sayohatchilarning safarga chiqishi texmi qulaylashgan. Uyg'urlarning qadimgi ajdodlari tosh qurollar davrida toshdan,
bronza qurollar davrida misdan, temir qurollar davrida temirdan har xil pichoq va xanjarlarni yasab, uzoq tarixiy jarayonlardagi ishlab chiqarish, turmush qaynamlarida uni ko'p qatim isloh qilib, yengilab, o'tkir, nafis, ko'rkam holatga keltirib, pichoqdan nihoyat unumli foydalanib kelganligini tarix, arxeologiya manbalari davomli dalillab keldi. Hammamizga ma'lumki, Uyg'urlardagi pichoq madaniyati Uyg'ur qo'l hunar san'ati va Ipak yo'li savdosining jonlanishiga ergashib texnik rivojlangan. Uyg'urlarning necha ming yillardan buyangi o'tkir, nafis, ko'rkam va maftunkor pichoq mahsulotlari bir tarafdan iste'mol qimmatiga ega turmush buyumi hisoblansa, yana bir tarafdan estetik qimmatga ega hunar san'at buyumi hisoblangan. Pichoq ishlangan har xil naqsh bezaklar Uyg'ur hunar san'atining guli va estetik bo'liqi bo'lib, bunda xos milliy naqshlar emgak ritmi, turmush ritmi, har xil garmonik, rangdorlik va turli milliy shakl nusxaliq alomatlar orqali Uyg'urlarning har qaysi davrlardagi ruhiy hissiyotini va estetik qiziqishini ifodalagan. Shunga uning mangulik so'xlang'ich estetik qimmati kun sayin eshib borgan. Uyg'ur pichoqlari yana har qaysi tarixiy davrlardagi Uyg'ur qo'l hunar san'ati, xususan pichoq madaniyatining naq moddiy paketi va tarixiy guvohchi sifatida muhim arxeologiyalik ham tarixiy tadqiqot qimmatiga ega buyum hisoblanadi. Bugungi kunda o'zining har xil donliq markasi bilan ko'rkam, nafis, go'zallik orqali chet el sayohatchilarini maftun qilib olgan Uyg'ur pichoqlari dunyoning har qaysi joylariga elib berilib, Uyg'ur xalq qo'l hunarvanchilik san'atining eng nafis maftunkor buyumiga aylanib, zo'r iqtisodiy qimmat shundaqla muhim ijtimoiy unum yaratgan. Uyg'ur pichoq madaniyatining yildizi haqida izlanish, Uyg'ur pichoqlarining har qaysi davrlardagi tarixiy qatlamlarini yoritish va uni pichoq madaniyatini yaratgan va haqiqiy tarixiy merosxo'rlar bo'lgan Uyg'ur jamoatchiligiga to'nitish vijdoniy burch tuyg'usi ega pok, iymoni komil tarixchilarimizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati bo'lsa kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.